Akalarim, bugun sizlarni klientlarimiz oladigan yuk bilan tanishtirib o'tamiz akalar. Tak, klientimizga Surxondaryoga yuk tayyorlab beramiz. Tak, radio fleshkali. Bu arzoni bo'ladi, narxi taxminan 85 ming 90 ming atrof chiqadi. Nexia 2 Lupa qilib berganimizda Tumanka yangicha Nexia 2, Nexia 1. Bu xudo xolasa oqsariq yonadigan bo'ladi. Buning narxi hozirgi kunda 150 ming so'm atrof chiqadi akalar. Keyin mana bunaqa monitorlarimiz aka. Bu monitorlar ilgari ichidan shtekeri chiqmasdi. Hozir komplektatsiyada shtekirlari bor. Shtekeri ramkasiz alohida. Buni narxi juda ham arzon. Agar komplektli bo'laman desangiz, taxminan 850-900 atrofida chiqadi aka. Talonka 10 sm edi. Keyin video registratorimiz Lenovo'niki bo'ladi. Buni narxi hozirgi kunda 350 ming so'm akalar. Buni o'qi ham bor, serisi ham bor, qorasi ham bor. Hammasining narxi bir xil. Qimmat arzon qilib sotish mumkin, lekin hozirgi kunda narx-navosi bir xil. Keyin bizada Cobaltga ikkitalik knopka, bittalik knopka kattasi oldi bo'ladi, o'ng tomon, bittalik knopka orqasi. Cobalt to'rttalik sentralni knopkasi ham bor akalar. Bu xudo xolasa Cobaltga, boshqa mashinaga ham bittalik, ikkitalik knopkalarimiz bor. Talonka 718 di, mana arzon varianti, buni narxi 200 ming so'm akalar. Keyin bizada 1 million 150 ming so'mga mana Nexia 2 bilet qaramiz. Buni xudo xolasa bileti lazerli bo'ladi, dalnisi lazerda yonib beradi. Buni narxi 1 million 150 ming so'm chiqadi akalar. Keyin bizda stiglopodiyomlik Cobaltlarimiz narxi где-то 400 ming so'm atrof chiqadi, 350-400 ming atrofida. Donasi komplekti bor. Kimda mix qilmoqchi bo'lsa. Mana Spark oynaga suv sepadigan bachokchalar hozirgi kunda ko'pga o'rnadi. Y7 ledlarimiz buning narxi 140 ming so'm, 120 ming, 125 ming ham hozir arzonlar chiqib ketdi. Oyna kulchatil, mexanik brendiniki, buni sifati zo'r, garantisi bor. Nexia 4 talik kulchatil bo'ladi akalar. Keyin bittalik kulchatil Nexialarimiz ham bor akalar. Nexia 1 tumankalar berildi, Nexia 1 stop, narxi 160 ming so'm. Patronsiz bo'ladi. Cobalt o'zi bachok kirishga qilib berilgan, bir qop topida 15 ta bo'ladi. Buni narxi 20 ming so'm atrofida. Cobalt bakoy. Cobalt bakoy ham qiziq bo'lsa, xudo xolasa narxi 250 ming so'm chiqadi akalar. Keyin Tesla monitorda shtekirni ham qidirib yurganlar uchun alohida shtekirlari ham bizda bor akalar. Kimga shunaqa mahsulot keraksa, aloqaga chiqib bizda barcha mahsulotlar topiladi.